Mafiya insoni bo'lgan Abdulloh Chatli serialdagi Po'lat Alamdar bilan bir insonmi yoki uni hayotidan olinganmi degan iddaolar mavjud va bu 100% tasdig'ini topmagan. Fakt narsa shuki, Abdulloh Chatli 1996-yilda avtohalokat tufayli vafot topadi va mashinada, ya'ni avtomobilda u bilan birga yana ikkita davlat xizmatchisi vafot topadi va bundan kelib chiqadigan Abdulloh Chatli davlatga xizmat qilgan va davlat o'zining ko'plab ishlarida Abdulloh Chatlidan foydalanganligi 100% tasdiqlanadi. Va yana bir katta bir iddao chiqadiki, Abdulloh Chatli o'lmagan, balki tirik, u faqat qiyofasini o'zgartirgan gap chiqadi va uning qizidan ham borib so'raydi. Abdulloh Chatlining qizi aytadi, agar otam bunday ish qilganida men baribir bilmagan bo'lardim, ikki kishi o'rtasidagi sir emas deb javob berganidan keyin esa bu iddaolar yanada Turkiya hududida ommalashisha boshlaydi. Abdulloh Chatlining hozirgi davlat xizmatchisi Hakan Fidan ekanligini va hayotini Hakan Fidan sifatida hayotini davom ettirayotganligi to'g'risida iddaolar chiqishni boshlaydi. Sababi bir-birining yuz ko'rinishi bir-biriga juda ham o'xshab ketganligi bo'lsa, ikkinchidan Hakan Fidanning faoliyatida ba'zi bir mavhumliklar borligi va vaqtini ko'pini tashqi davlatlarda o'tkazganligi shu asosiy sabab hisoblanadi bunday yoyilishligiga. O'z navbatda davlatning oddiy bir xizmatchisi bo'lsa ham Hakan Fidan Barak Obama kabi katta davlat prezidentlari bilan bir stolda o'tira oladigan, o'z navbatda Turkiyaning tashqi ishlariga ham katta so'z sohibi bo'lib, Turkiyaning qaysi urushga kirish yoki kirmasligini hal qiladigan bir davlat insonlaridan biri bo'ladi.